Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi darsimiz Excel'da nomerlarni avtomatik tarzda joylashtirib chiqishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana bu yerda misol uchun mana nomerlar qo'yilgan bo'lsa, biz esa xohlaganimizni o'chirib olsak, o'chiradigan bo'lsak, mana shunday qilib yana nomer avtomatik tarzda tartiblanmayapti-da, avtomatik ravishda tartiblanishni ko'rib chiqamiz. Xohlagan joyingizdan yana o'chiradigan bo'lsangiz, misol uchun udalить qilib o'chiradigan bo'lsangiz, buni yana nima qilishimiz kerak? 15 qilib, keyin yana 16 qilib tartiblab ketishimiz kerak. Mana shunday qilib yoki tortib chiqishimiz kerak. Biz esa o'shani ko'rib chiqamiz qanday qilishni. Ya'ni biz A2 katakchaga kelamiz. Mana qarang. Qaysi katakni belgilasangiz, oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdek, o'sha katakni nomi mana bu tomonga chiqadi. Demak, A2 katakka kelib, barobarni bosamiz va rus alfabetida stroka deb yozamiz. Mana ST deb yozsangiz o'zi chiqadi. Mana stroka bosasiz, 2 marta bossangiz o'sha stroka bo'limiga o'tadi. Va endi silka qo'y deyapti. Bizniki o'sha A2 katakda turibdi. Ingliz harfiga o'tkazdirib olamizda. A2 katakni qo'yamiz va tepada nechta qator haligi bo'lyapti? Yozilgan bo'lyapti. Bir xillarida esa mana shu boshlanish tartib raqamida tepada bir nechta shapka qismi bo'lishi mumkin-da. O'sha shapka qismini ayirib qo'yamiz. Ya'ni -1 bizda mana bitta qator yozilgani uchun o'sha -1 ni yozib qo'yib turib enter ni bosamiz. Mana formulasini ko'rdilaringiz. Formulasini yana mana yerga yozib qo'yaman. Mana stroka A2, ya'ni A2 qatorda turgani uchun mana shunday -1 shaklda bo'lyapti. Endi bu yoqqa kelamizda enter ni bosamiz. Mana bo'ldi. Endi bosilgan 1 deb o'zi tartib bilan chiqarib berdi va biz oxiriga qo'yib yuboramiz tartib raqamini. Ana endi mana hammasida o'sha stroka qilib o'zgargani turibdi. Misol uchun mana Mirjalol deganni belgilab qo'yaman. Qarang. Va yana pastdan bir ikkitasini belgilab qo'yaman. Mana shu ikkitasini belgilab qo'ysam, mana ikkitasi belgilandi va mana shu oraliqdagi o'chirmoqchiman. Aynan belgilab qo'yganim mana bu yashil bu yoqqa chiqsin. Ya'ni Qo'ziyev va Gulsanam degani tepaga chiqsin. Endi ko'rib chiqamiz mana. Sichqoncha o'ng tugmasini bosamiz, ya'ni удалить. Undan keyin 11 qilib o'zi tahrirlab chiqdi. Ko'rdingizmi? Demak, удалить qilish siz yana belgilasangiz, mana bundan pastini o'chirmoqchi bo'lsangiz, mana bittasini qoldiramizda, yana bitta live hack deydi Excel'da. O'chirmoqchi bo'lsangiz, mana belgilangan qatorsini belgilaysiz, mana shunday qilib. Sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, удалить ni bosishdan ko'ra ko'pincha Ctrl minus ni bossangiz, minus va o'sha o'chirib tashlaydi va sizga mana yana quyidagicha tartib raqam bo'yicha tartiblab berdi. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Sog' bo'lasizlar.